Ha, aytganlaricha bor ekan. Ushbu loyihamiz Dream House kompaniyasining 18-loyihasi bo'lib, bundan oldingi 11 ta loyihalarni xonadon egalariga topshirganmiz. Ayni damda Qo'qon shahrining 7 ta nuqtasida qurilish ishlarimiz jadallab ketmoqda. Ushbu Turkiston Avenue loyihamizning A va B bloklari yil yakuniga bitirish rejalashtirilgan. Loyiha yoqdi, qurilish premium klass, lekin to'lov qilib qo'yganimdan keyin 5-10 yillab sarson bo'lmaymanmi? Yo'q, bizning loyihalarda bunday xayollarga o'rin yo'q. Sababi o'tgan yili biz shu loyihamizni boshlaganimizda hozirgi kunga kelib A va B bloklarimizni qurilish jarayonlari 90% bitdi. Bir yilda bu juda zo'r, lekin qo'l uchida bitgan narsa sifatsiz bo'ladi deyshadi. Tez bitishini asosiy sabablari Dream House jamoamizning ko'p yillik tajribaga egaligi va professional har bitta loyihalarga yondashuv va albatta punktualность, ya'ni har bitta loyihamizning o'z vaqtida topshirishimiz. Menga ma'qul, ikkita xonadon xarid qilishga tayyorman. Siz ham xonadon xarid qilishga shoshiling. Quyidagi raqamlarga telefon qilish orqali hech qanday boshlang'ich to'lovlarsiz xonadon xarid qilishingiz mumkin va 100% to'lovga 22% chegirma bilan xonadon xarid qilishingiz ham mumkin. Sizlarni sotuv ofislarimizda kutib qolamiz.